Assalomu alaykum, hurmatli kanal ashaddiy muxlislari, akalar, opalar, ukalar. Xo'p, akalar, meni ko'pchiliklarning tanisizlar, 2-3 yildan emas bu faoliyatimni olib boraman. Bilasizlar, men ovga ham qiziqaman, qushlarga ham qiziqaman. Bugun jonzotga qiziqishimni bilasizlar ko'pchiliklaring. Qo'llab-quvvatlayotgan o'zimning yaqinlarim, hammalaringga minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, ayrim negativlarga bildirmoqchi gaplarim sizlarga tegib ketmasin. Aka, bu ko'lim keling aka, 1 tonna olib kelib tashlang aka, keyin bemalol gapiring qo'lingizdan kelgancha. Aka 6 dona 7 dona demang iltimos sizdan. Qo'lingizdan kelsa olib keling aka, 50 kilo baliq shunday tashlab keting aka, tan bering mana shu aka, video qilib aka siz chiqarib bering. Bo'lmasa aka orqada turib negativlik qilmang. O'zi siz bilan olishman niyatim yo'q. Qilayotgan qilig'ingiz, gapirayotgan gapingiz yosh bolaning gapidaqa bo'ladi. Menimcha yosh bola bo'lsangiz kerak. Bir maktabni bolasi, bir bo'lsangiz 2000-yillar bo'lsangiz kerak. Undan ham pastroq ham bo'lsangiz kerak. 2000-yilda bolasi ham o'zi hozir normalni ishlayapti kallasi. Bir 2010, 2015-yil bola bo'lsangiz kerak. Patsan bola bo'lsangiz kerak. Lekin bolam bilan tengdursiz. Meni katta o'g'lim ham hozir 13-14 ga kiryapti. Yosh bola emasman. Keling, 50 kilo, 1 tonna ham emas, 100 kilo ham emas, 50 kilo baliq tashlab bering shu ko'lga, mana shu ko'lga tashlab bering. O'g'il bola emasman, shartdan bepulga qo'yib yubormasam odamlar. Olib keling, mujik gapiriga javob beradi. Qaytib uni video qilmang.